Bugungi rivojlangan dunyoda davlatlar bir-biridan qarz oladi. Ularning ba'zilari qarzlar orqali o'sadi, boshqalari esa aynan shu qarz sabab inqirozga uchraydi. Shuning uchun kelajakda davlatlar qudrati ularning faqatgina armiyasi bilan emas, balki qarzni qanchalik boshqara olishi bilan belgilanadi. Qarz berayotgan davlat ikki xil maqsadda qarz beradi. Birinchisi foizlar orqali qarzni qaytarib olishiga ishonsa, ikkinchisi qarz evaziga o'sha davlatning yeriga yoki infratuzilmasiga ko'z olaytiradi. Bugungi videoda siz dunyodagi eng ko'p qarzga ega davlatlar haqida bilib olasiz. Videoga bir dona like bosing. Biz boshladik. Hammaga mashhur Habbatus Sauda brendidan Assa Premium mahsuloti, haqiqiy tabiiy asal va qora sidananing mukammal uyg'unligi, prostata muammolari, jinsiy zaiflik va bepushtlikni oldini olishga tezkor yordam beradi. Ta'siri dastlabki kunlardanoq sezila boshlaydi. Bizning maqsadimiz sog'lom hayotga tabiiylik bilan erishish. Buyurtma uchun quyidagi raqamlar orqali bog'lanishingiz mumkin. 10-o'rinda Kanada $1.4 trillion. Bu mamlakat tabiiy resurslarga boy, ayniqsa neft va gaz eksporti unga katta daromad keltiradi. Shunga qaramay, sog'liqni saqlash tizimi, infratuzilma loyihalari va iqtisodiy qo'llab-quvvatlash paketlari sabab hukumat muntazam qarz oladi. Kanada qarzining muhim jihati shundaki, investorlar bu mamlakatni xavfsiz deb hisoblaydi. Shuning uchun u past foizlarda qarz olishi mumkin. 9-o'rin Braziliya $1.8 trillion. Bu davlatning qarz muammosi yangi emas. U o'nlab yillardan beri budjet kamomati bilan yashab keladi. Iqtisodiy o'sish notekis, inflyatsiya tez-tez oshib turadi va siyosiy barqarorlik investorlar ishonchiga ta'sir qiladi. Braziliya qarzining katta qismi ichki bozor orqali moliyalashtiriladi. Bu esa davlatni tashqi zarbalardan biroz himoya qiladi, lekin foiz to'lovlarini oshiradi. 8-o'rin Hindiston $2.6 trillion. Aholi soni ulkan bo'lgan bu mamlakat infratuzilma, temir yo'llar, energetika va raqamli iqtisodiyotga milliardlab mablag' sarflaydi. Shu sabab davlatning qarzi tez ortib bormoqda. Biroq Hindistonning kuchli tomoni tez o'sayotgan iqtisodiyot va yosh mehnat bozoridir. Agarda o'sish davom etsa, bu qarz iqtisodiy sakrashga xizmat qiladi. 7-o'rinda $3 trillion bilan Germaniya. Germaniya uzoq vaqtlardan beri moliyaviy intizom timsoli bo'lib kelgan. Ammo pandemiya, energetika narxlarining oshishi hamda sanoatni qo'llab-quvvatlash choralaridan so'ng qarz hajmi sezilarli ko'paydi. Germaniya qarzining ustun tomoni kuchli eksport iqtisodiyoti va sanoat bazalari bo'lib, bu mamlakatga qarzni muammosiz boshqarish imkonini beradi. 6-o'rinda Buyuk Britaniya $3.5 trillion. Bu davlat global moliya markazi bo'lishiga qaramay, pandemiya davridagi iqtisodiy paketlar, ijtimoiy xarajatlar sabab katta qarz yig'di. Davlat budjetining muhim qismi hozirda qarz foizlarini to'lashga sarflanmoqda. Bu esa kelajakda iqtisodiy siyosatni cheklashi ham mumkin. 4-o'rinda Italiya $3.7 trillion. Yevropadagi eng murakkab qarz muammolaridan biri aynan shu yerda. Iqtisodiy o'sish sust, byurokratiya kuchli, bank tizimi esa ko'pincha bosim ostida. Italiya qarzi shu darajada kattaki, uning barqarorligi butun Yevropa moliyaviy tizimiga ta'sir qiladi. Shu sabab bu mamlakat qarzi doim investorlar e'tiborida turadi. 3-o'rinda Xitoy Xalq Respublikasi $5 trillion. Davlat qarzidan tashqari qurilish loyihalari va davlat korxonalari majburiyati qo'shilsa, haqiqiy qarz miqdori bundan ham ko'proq bo'lishi mumkin. Xitoy iqtisodiy o'sishni qarzlar orqali rag'batlantirgan va bu model uzoq muddatdan beri sinovdan o'tmoqda. 2-o'rinni $10 trillion bilan Yaponiya egallaydi. Bu mamlakat qarzi yalpi ichki mahsulotga nisbatan dunyodagi eng yuqori darajaga yaqin. Biroq qarzning asosiy qismi o'z fuqarolari va milliy banklar qo'lida. Bu esa davlatni tashqi moliyaviy bosimdan himoya qiladi. Yaponiya qarz orqali iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlab kelmoqda va hozircha bu model yaxshi ishlamoqda. 1-o'rinni $34 trillion bilan Amerika Qo'shma Shtatlari egallaydi.
Dunyoning eng katta iqtisodiyoti, tarixdagi eng katta davlat qarziga ham aynan ular egalik qiladi. Amerika qarzi juda katta bo'lsa ham boshqalardan butunlay farq qiladi. Sabab ularning dollari global zaxira valyutasi hisoblanadi. Bu esa AQShga xohlagancha valyuta chiqarib, o'z qarzi og'irligini butun dunyo mamlakatlariga bo'lib yuborishi mumkin. Shu sababli AQSh qarzi katta bo'lsa ham, u global moliyaviy tizimning markazida qolmoqda. Qiziq tomoni shundaki, katta davlatlar trillionlab qarz bilan yashayotgan bir paytda O'zbekiston qarzi ularga nisbatan ancha kichik hisoblanadi. So'nggi yillarda mamlakat tashqi qarzi taxminan 35-40 milliard dollar atrofida shakllangan. Bu mablag'lar asosan yo'llar, elektr stansiyalari, sanoat loyihalari va infratuzilma qurilishiga yo'naltiriladi. Mutaxassislarning fikricha, muhim masala qarzning o'zi emas, balki uning qayerga sarflanayotgani va iqtisodiyotga qanday foyda keltirishidadir. Agarda qarz ishlab chiqarish va iqtisodiy o'sishga xizmat qilsa, u xavfli hisoblanmaydi.